Hammaga salom. Qandaysizlar? Avvalo like bosib obuna bo'lib qo'ying. Sizlar bilan Ali 2016. Bu videoda biz o'yinni, har xil o'yinlarni o'ynab ko'rish challenge-ini boshlaymiz. Mana shu yerdagi hamma o'yinlarni 6 minutdan qilib o'ynab chiqaman. Modern Car Parking 2 ni hozir birga o'ynaymiz. Qani bo'lmasam ketdik. Boshlanish mana shunday game his deb boshlanadi. Maslahatim Wi-Fi'ni o'chirib o'ynang. Chunki bu o'yinda juda ham ko'p reklamalar bo'ladi. Qanaqadir xatoliklar ketgan bo'lsa. Bu levelda o'yinda 55-levelgacha boramiz. Unda boshlandi. Birinchi ko'rganlaringdek boyagini bosamiz, keyin chekada X ni bosamiz. Ana 45-leveldaman men. 55-levelgacha boramiz. Qani bo'lmasam ketdik. Aytgancha bitta biror narsa tiyib ketsalaring bitta jonlayni oladi. Bitta 5 ta jonlayn bo'ladi. Tepada ko'rib turgan bo'lsalaring kerak. Hozir chiziqcha bilan chizib ko'rsataman. Mana shunaqa reklamalar bo'lib turadi endi. Endi qani Wi-Fi'ni o'chirsak ham sizlar bilan gaplashib bugun video olaman. Ana qarang, ana turibdi. Ko'ryapsizlarmi? Hozir bitta almashtirsak ham bo'ladi. Rulda ikkita chekka buradigan ba'zilarga qiyin. Mana yana ham chizib ko'rsatdim mana. Bitta ekan tormozni bossalang orqaga yurmaydi. Ana ko'rib turganlaringdek. Tormozni bossalaring to'xtaydi bu yerda. Bitta esa tezroq o'sha levelda tugatish kerak. Biz ko'rsataman mana. Mana shu yerda ko'rsatib qo'ygan. Necha sekundda tugatsalang necha sekund bo'lishini. Qarang, gazni boshlangga oldin hamma narsani bossalaring ham hech narsa qilmaydi. Hali timer qo'yilmaydi. Gazni bosgandan keyin timer qo'yiladi. Yana qanaqa faktlar. Men aytgancha bunda shunaqa oson levellar bor. Eng tez o'tganim 4 sekund bo'lgan. Ba'zilar bitta qiyin, bitta jonimda oldi tepadagi. Aytgancha bu yerda nastroykalar ham bor. Chizib ko'rsatdim. Stopga o'ynab tursalaring ham bo'ladi. Anaqa p qo'yib qo'ygan joyga yetib kelishlaring kerak. To'g'ri barkan qilish uchun esa to'g'ri oxirigacha yurishlaring kerak. Shunaqa kompliment yana tugatdim. Nechinchi level bo'lgan hozir ko'ramiz. Levellar aytib turibdi. 49-level bo'lgan. Buni qanaqadir g'alati qildim. Mana shunaqa ishdan 9 sekund o'tgandim. 9 sekund deb 4 sekundda. Bitta qulay tomonlari ham bor. Bundaqa joy keng. Mashina sotmasalaring bo'ladi. 50-levelga ham yetib ketmani. Bu joyda qayerdaligini bilmasalaring ham bundaqa qidirib boshlasalaring ham bo'ladi. Mana shundaqa 30 sekund, 40 sekund beriladigan levellar ham bor. Chunki bular uzun bo'ladi. Mana shunaqa paytlarda yiqilsalaring, hozir ana aytgan narsani bossalaring qaytadan boshlanadi. Men hozir bosaman, qana 1 2 3 ana kodlaring bossangiz boshqatdan boshlanadi, lekin vaqt to'xtamaydi. Vaqt orqaga qaytmaydi, ya'ni boshidan boshlanmaydi. Qana endi yerga shunchaki ko'rasiz demoqchi edim. Bu yerda hali ko'rsatmagan narsalarim ham bor. Menimcha desam hammasini ko'rsatdim. Aytgancha bitta timerda
qidirayotgan bo'lsalaring kerak. Hozir ko'rsataman. 7 sekund o'tgani mana ko'rinib turibdi. Mana mayda timer ko'rinib turibdi. Mana ko'ryapsizlarmi? Hozir ko'rsataman necha sekund o'tganim qayerda ko'rinib turganini. Va nechta yulduzcha berayotgan. Ana ko'rdilaringmi? Ikkinchi bitta orqaga qaytsa ham bo'ladi. Hozir ko'rsataman. 54-levelga ketdim. Bitta partial store qiyin ketlarim bo'ladi, oson joylarim bo'ladi. Lekin qanaqadir qiziqarli ekan. Mana ko'rsalang bo'ladi. Shu uchalasi tos. Qaranglar, birinchisi mayda dumaloq bo'lib turgan borku, o'sha levelda qaytadan qilish, ya'ni yulduzchalar ko'paytirib qilish. Uchi esa boyaginda 44-45 levellarga ko'rish va qaytish o'shanga nechinchi leveldaligini bilish. Keyin oxirgisi esa keyingi levelga sразу o'tib ketaverish. Unda meni videom tugadi. Hammaga xayr. Obuna bo'lib, like ni bosing.